Jonkalar qaranglar, hozir vazanni losyon bilan keltiradi, shuni obzor qilamiz. Men oldin aytibman. Buni idishini ko'rsanglar ham o'zi просто sevib qolasizlar, aniq sevasizlar. Undan tashqari hidi ham prям bomba. Men o'zim hidini yaxshi ko'rib qolib, yo'qda butik magaziniga kirib, mana shu parfyumeriya sotadigan joyda yaxshi ko'rib qolganman. Keyin buni optimini topib, katta idishli zakaz qilganman. Hozir bu safar kelganida ham o'zi katta partiya kelgan, normalniy partiya kirdi, Xudoga shukr. Вообще kачествосini yutib kelganda buni. Вообще zo'r narsa-da qizlar. Mana qaranglar, asalligini qaranglar. Bunacha geldilar dushi ham chotki, men hozir buni ham ko'rsataman. Akkuratniligiga baho beringlar, sizlar akkuratni qizlar. O'zi parfyumni, bular parfyumni keladi. Qo'lashlar ustini. Bundan olgan mashhur ayollarimiz ham davolli bo'lishgan. Voy xudo. Ustini oldim. Mana karobichkalar ochib turib-turadi. Ozgina ta'rif beramiz. Qaranglar. Bu geldire dushi, quyuq, sifati zo'r, bu parfyumni, haqiqatda parfyumni, sifati zo'r. Men bunisi geldire dushdan keyin badanga suriladigan losyoni. Hozir bularni ikkalasini skidka setga qo'yib beraman, qizlarjonlar. 115 ming, 95 ming kecha chiqazib berdim narxini, lekin men hozir ikkita mahsulot skidka set narxida, bonus hadyasini ham qo'ygan holatda bu mahsulotimizdan ikkalasini set skidka narxi hozir 199 mingdan qo'yib beraman. 115, 95, 165. Yo'q, 199 mingdan 3 ta mahsulot. Lekin losyonini olsanglar, haqiqatda sevib qolasizlar.